هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Mana bu Rasulullah proqramımızın 28-ci sanını görüşənlərlə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görürmələrimiz həmala məlum bolğandak bu mübarək ay başlanğan gündən tatib hər günü şu saatlarda ekranlarda olub atqan proqramımız mana şuna qılıb ən axırqı küllürgə gəldik inşallah. Ətki yana bir san proqramımız bilan bu mübarək ay Ramazan ayımı tügəb xoşlaşımız Ramazan ayı bilan Rabbim inşallah başlanğan gündən tatib biz bu yolğa çıqqan vaxtda bu mübarək ayının fəziləti bilan birgə bizə yol başçı bolğan süymlü peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu alayhi ve sellem'nin ki ana şu gözəl əxlaqını, iş fəaliyyətlərini özümüzün həyatında özgərtiş elib beriş eyi bolğan, bütün müminlərin özgürüş eyi bolğan, qarar alıdığan həyatımızda nurgun güzel kararlarını elib özümüzde bir özgərtiş peyda qilish üçün bolğan bu güzel aylarda inşallah şu niyetimizge yarışa özümüzni özgərtəlgən bolsaq bir nəsləni hayatımızga bir yeni nəsləni qoşa alğan bolsaq biz nima degan baxtlik. Kechirim so'rayman çünkü bir qancha kun bo'ldi mendan mijozim yo'q. Qattiq sukan bilgan bak ig'irlashib ketdi. Şu programda yana shunday avvar qilishim mumkin. Ama çiğdi öteyli de ahırkı günlük her günü mevavatimiz. Bugünkü programımızdaki hem ola malum olacak her temamızda bir temini tutup durup mevavatimiz Resulullah ve diyen şekilde. Bugün hem de etki programımızda biz Resulullah ve biz de toxtulumuz yani. Biz bilen bu alakasını tesirlik bir program buldu inşallah. Ama bugün Resulullah biz bu mübarek ayının içinde Peygamberimizin güzel ahlakını öğrendik. Hem de Ramazan muşundaq bir özgürüş eyip, nurgun bereket, her emelle hasselep ecir berildiğen, Ramazan tutkan rozumuzdan ve ecerini Rabbim men berimen dep öz üstüge elip alğan ve sanaksız adetteki bir nefli ibadetlerimi Ramazan'dan sırtlı kılınan perizlerinin beraber kıldığı derecede əməllə həsləb əcir verildiğən müşündə bir mübarək ay. Təqvadarlığımız aşqan, keçiləri qiyamda bolğan, gündüzləri rozada qat-muqat ibadətlərin içində ötkən bu Ramazandan keyin çox. Bilən temimiz bu yəni. Ramazandan keyin çox. Yəni Ramazandan keyin bu Ramazanın içində yaşayan bu ruhi halətimiz, keyfiyyatımız, yəni burunqu halətə kəb qilish kerakmi? Yoki qandaq bir mümin, bir Müslüman bo'lishimiz bilan Ramazandan keyin qandaq bir mümin bo'lishimiz kerak. Bu Ramazan ichida tutgan ro'zalarimiz, o'qigan namozlarimiz, qiyomlarimiz, bularning hammasi Ramazandan keyin davomlashishi kerakmi? Bu shu qilgan ibodatlarimizning maqbul bo'lganligi Alloh dargohida buni qandaq biladi bir mümin? Ya mening mush bir oy tutgan amallarim Rabbim dargohida qabul bo'ptimi deb qalbimizga bir xushallik keyfiyatı beriş üçün onun alameti neyme? Bu meseleler toxtalımız inşallah bugün. Ahırqının bir aldıdaki program buldu. Çünkü əyətdə başqa bir program buldu. Şunun için müştemilat toxtalsaq deb ikramlarda turupduq. Rabbim inşallah müyəssər qılınğan, muvaffaqiyət qazanğan müminlərdən qılsın. Programımızın daimlik mehmini həmala tanışıq bolğan dəvətçi Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliği azası hörmətlik Habibullah Gülsani ustadın təklif qoldu qımmetli vaxtını çıxırıb qədəmdaşır qulğalı üçün köptün rəhmət etimiz. Rəhmət. Allah kəsəllərə şifalar olsun. Amin, amin. Bir ay boyunca sizlərə səbir qılıb, hər günüm üçün səbir qılıb, qatnışıb bəli köptün rəhmət etimiz. Qadirli qardaşlar programımızda Meydandan taqitli vaxtı tünügündən başa proqrama məsələ çıxqanlıq üçün naq meydandan ikramlar bulamadık. Bizden məxsusmuş o yani naq meydandan program taqitgan kompüterimizdeki texniklik məsələ səbəbidir. Tünügün mü dedim. Bugün ve erteki programımız bu şekilde YouTube'da şu
e'lon qilamiz inshaalloh. Shu yerdan taqib qilasizlar. Ustoz, unda bo'lsa programmamizni boshlasak. Hamda Ramazondan keyinchi deb qo'ydik. Men kirishni biroz dedim hamda. Shundaq bir ruhoniy bir oyni boshdan kechirdik. İnşallah Rabbim qabul qilgan bo'lsin bu amallarimizni. Sahobalar Ramazondan keyin ta 6 oygacha shu tutgan bir oydagi amallarimni qabul qilin deb tilishayotgan hamda ansirab. Biz nurg'unlagan islom dunyosi xuddi Ramazondan chiqib ketgandek ekan. Yana burunqi o'zining sanimiga daslaydi deydigan bizning tilimiz hamda. Ashna ahvolda Ramazon musulmonlarga ko'p bo'lib ketgan bir ahvolda yashayapmiz. Buni biz biroz to'xtalish uchun oldi bilan biz Ramazondan qanday foydalandik degan mushahadan boshlab kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala hamd sanolar bo'lsin. Jonijon payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala shu Ramazon ulug' oyda bütün musulmonlarning taat ibodatlarini, qilgan duolarini ijobat qilsin. Amin. Hamda to'g'ri biz nihoyatda dabdublik boshlangan Ramazonni bir necha burun kutib olgan edik. Osmonda, arsh-alada jannatning eshigi ochilish bilan, do'zaxning eshigi etilish bilan, shayton mal'unni turmaga tashlash bilan ajoyib dabdublik bu Ramazon boshlangan. Endi bu Ramazonning kunduzlari Qur'on o'qish, taat, ibodat bilan, kechalari qiyomul layl, tahajjud, taravih bilan mushundaq o'tdi. Nihoyat go'zal o'tdi. Lekin biz shu Ramazondagi asosli maqsad bo'lgan birinchisi taqvolikdan iborat. Bu esil xislatni o'zimizga o'zlashtirdikmi? Alloh subhanahu va taolo la'allakum tattaqun. Bu Ramazon sizlarning taqvolik darajasiga yetish uchun farz qilindi dedi. Demak, biz mush oyda taqvodorlarning diplomiga erisha oldikmi, erishamadikmi? Asosli savol. Asosli savol bu. Endi bu oyda men degandek qattiq taat ibodat bilan o'tdik. Bu oyda shu taat ibodatga sabr qilishni va taat ibodatga chidamchanlik ko'rsatish ingi va shu saviya bizda yetildimi, yetilmadimi? Masalan, bo'libmi shu taqvolikchi? Allah aniqlam dedi. Uyg'urcha savol. Ramazon nima uchun farz qilindi desa, Ramazon taqvolik yetildirish uchun farz qilindi deymiz. Endi bu taqvolik degan gap bu insonning qalbida bo'ladigan bir tuyg'u bu. Ya'ni Allohga bo'lgan bir tuyg'u, bir xil uyg'oqlik, bir xil noyat nozik sezgu bu-chu taqvolik. Endi bu qalbda asta yetilib, o'sib yetilsa bu taqvolik, darhol ish harakatlarimizda, gap so'zlarimizda o'zgarish bo'ldi. Shuning Rasul akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Sizlarning biringlar ro'z tutib olgan bo'lsa dedi, axloqsiz ish harakatlarda bo'lmasin" dedi. Yarfus degan nima shu? Axloqsiz ish harakatlarda bo'lmasin. Yoki bir hadisda iza asbaha ahadukum saiman deydi. Sizlar biringlar ro'z tutgan holatda, shu kuni ro'z tutgan holatda bo'lsa, fala yarfus deydi. Axloqsiz bir ish harakatlari bo'lmasin. Wala yajhal, nadonlik qilsan bo'lsin deydi. O'ylab baqsanglar, nadonlik. Ya'ni sen Ramazondan burun nadon bo'lsang, ham nadonlik qilma deydi. Fa inimru'un shatamahu deydi. Bir odam seni tillasa, İmam Ahmedning hadisida bir odamga aziyat bermanglar degan. Wala yu'zi ahadan deydi. Bir odam seni tillasa, men ro'z tutib oldim dedi. Mushuni o'zimiz taqvolik hamda. Mushunda o'lchamni qo'ydi. Ro'z tutgan odam yolg'on gap qilmasin, boshqalar bilan suqishmasin, axloqsiz ishlarni qilmasin, axloqsiz gaplarni qilmasin deb, ma ro'zidagi taqvodorlikning ma'lum qismini deb qo'ydi Alloh subhanahu. Ya'ni amaliy Ramazonda qilgan ish. Taqvodorlikning dois kengurg'u davomli qalbning o'yg'oq turishi bu taqvolik. Endi hech bo'lmasa Ramazon deydi. Mush yolg'on gap qildigan, boshqalar bilan jidallashadigan, suqishadigan, boshqalarni tillab qo'ydigan, nadonlik qildigan, boshqalarga aziyat qilgan ishlarni qilma dedi. Ramazonda biz mushlarni cho'q
chuqur mencha har bir musulmon mushlarni qilmaslik kerak, ham qilmadi deb qarayman. Lekin afsus, hozir bizning shu WhatsApplar, to'plarda, u yerda bu yerda yana taq bir-birimizni vatanni qo'g'dash nom bilan, dinga igi chiqish nom bilan boshqalarni tilayotganlikda to'xtamayotdi. Hammasi xato. Sen boshqalarni tillab vatanga chiqamsan. Birdan bir dushman, kommunist, uni tillasang uzr va. Uni boshqa kim tillaysa yana? Ish qilganlarni tillaydigan. Nima ish qilsa sen ishni men deganda qilmading. O vatanning davosi sen degandek bo'lmaydi. Agar sen degandek bo'lgan bo'lsa azot topilamiz biz. Shuning uchun mushu diplomni oldiqmanmi tamam. Olmagan bo'lsak qarindoshlar. Hatto olgan bo'lsak, buningdan kincho mana Ramazondan ikkinchi degan shu. Amaldan qolmaslik kerak-da bu. Amaldan qolmaslik kerak. Eng muhim masala, ya'ni Ramazondan biz nimani foydalandik degandiki, biz ya'ni demakchi o'g'ini o'zimizdagi nachar illatlardan qutuldikmi, qutulmadikmi? Va o'zimizda biray yaxshi sifatlarni yetildimi? Masalan, men sizga aqalli bir narsa aytay. Men Ramazonning haq hurmati va Ramazonga bo'lgan samimiyatini bildirish uchun buningdan keyin men bir Uyg'ur musulmonlarning g'aybatini qilmayman deb o'ziga va'da bersin bir odam. Masalan, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi nima deydi bo'lsa, men balog'a yetgandan tortib bir musulmonning g'aybatini qilib baxmadim deydi. Lam ag'tab musliman munz ihtalamtu deydi. Balog'atga yetgandim men. Balog'a bir odamning g'aybatini qilib baxmadim deydi. Mana Ramazonda shunda bir o'zimizga va'da beraylik. Tamam? Men bir Uyg'ur musulmon ekanligimni bo'ldi g'aybat qilmayman. Hech bo'lmasa buningdan keyin men bir musulmonni, bir Uyg'urni haqoratlab tillamayman. Shundaymi? Men vatanim uchun inshaalloh manchilik bir ish qilaman deb mana bu taqvolik degan shu. Ya'ni Ramazonningki, ya'ni nimani o'rgandi yani. Demak, so'rashimiz kerak. Masalan, Ramazonda nafsimiz bilan kurash qildik. Shunami? Nafsimiz bilan kurash qildik. Nafsimiz ustidan g'olib keldikmi, kelamadik. G'olib kelgan bo'lsak-chi, buningdan keyin nima bo'lmoqchi? Demak, shunday qilib nurg'un har bir musulmon o'zidagi qanchalik yaxshi sifatlar yetildi, qanchalik yomon sifatlardan, yomon odatlardan qutuldi va taqvolik diplomini, ya'ni tavlolik diplomi deganki mahbu 60 elib diplom oldi, 70 elib diplom oldi, 80 elib diplom oldi. Sen maş taqvolik diplomidan nechini bir bilan o'tdim. Mana mushu Ramazonda nima foydalandik deganga, ya'ni mushni ham bir musulmon o'zidan so'rash kerak. Xo'sh. Endi shu deb o'tganlardek har bir mu'min Ramazonda kirishi bilan tang shu har xil ibodatlarni qilgandan keyin nurg'unlagan Ramazonning ilgirdagi o'tkazgan xatoliklarga, kamchiliklarga, nuqsonliklarga Allohga tövbe qilib, va'da berib, ya Rabbimiz o'zgarsan deb nurg'un va'dalarni berib qilsam deb. Afsuski shu chiqib ketgandan keyin yana o'z o'rniga qaytib qolgan ishlar var. Bu Allohga bergan ahdini buzish doirasiga kirib qolgan bir xatarlik ish. Buni biroz ochsaq, bu qanday bo'lib qoldi? Mushu bir echinishli Ramazon musulmon bo'lish. Bir oy musulmon bo'lish, bu bir echinishli ahvolamda. Agar mush Ramazonda yaxshi Ramazon tutib, mush Ramazondan yaxshi bir foyda olgan inson bo'lsa, ya'ni shu insonda bir taqvodorlik sifati yetilgan inson bo'lsa, masalan Ramazonni haqiqiy abiya biz degandek g'ayva shikoyatdan xoli, saxtpazlikdan xoli, yag'anchilikdan xoli ro'za tutdi. Kechilari haqiqiy Allohga sig'inib taravih, tahajjudlarni o'qibdi va quldan kelish tirishib ibodatni qilgan bo'lsa, buni bu odamga deydigan gapimiz Allohga hamd etgan. Chunki Alloh seni muvaffaq qilib mushtaq qildi. Alloh muvaffaqimiz qilmaydi. Va oxirgi tiniqing chiqichilik davomlashdi qarindishim. Va Ramazonda Allohga mushundaq yaxshi banda bo'laman deb Allohga sig'inib, Allohga duo qilib, yaxshi odam bo'lib, Ramazondan killam Ramazonning chapini selitadigan mandaq va'da vafo qilmaydigan bir oylik Ramazon musulmon bo'lib qolishdan hazar aylang. Bizning deydiganimiz shu. Bu Ramazon chunki Ramazonning maqsadi bu emas. Ramazonning maqsadi bizni ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan tarbiyalab, darajamizni o'stiradigan oy bu.
Xo'sh. Darajamizni tushirdigan ay emas yoki bir oylik ish emas bu. Bizning darajamizni ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan tarbiyalab, balki bizni bir palla yuqori ko'taradigan ay bu. Xo'sh. Biz o Allah'ını Ramazan'dan başka vaqtda tunmaydigan musulmon bo'lib qolsak bo'lmaydi. Tamam. Endi to'g'ri, masalan, ba'zi qarindoshlarimiz bu Ramazanda masalan qanday qilgan bo'lsa, qanday bir ishlar bo'ldi desa, ba'zi qarindoshlarimiz Ramazanda namazlarni joyida o'qiydi. Ramazan ichkasida namazlarni joyida o'qimaydigan. Yoki Ramazanda jamoatga chiqib, Ramazandan keyin jamoatga chiqmaydigan. Bumi o'sha Ramazandagi va'daga xiloflik qilgan, Ramazandagi ibodatga xiloflik qilgan bir ish. Hamda masalan Ramazanda yolg'on gap qilishni, saxtipazlikni, qo'ymichini tashlaydi-ku har qanday qadam. Ramazandan keyin meni yolg'onchi saxtipazlikni asli keltirib olsa, yana bu bir ay Ramazonlik musulmon bo'lgan bo'ldi. Xo'sh. Bu bek muhimchu. Men chunki bir ay yolg'on gapmasni o'rgandim, demak 9 oyni 11 ay yolg'on gapmasam, gapmaymi, yashig'il bo'lganligini bildirdi Alloh subhanahu. Mesela aniki Ramazandaki mesela Ramazanda vay ibadet edip televizorlarını takıp internetteki bazı naçar narsalarni ko'may qilamiz hamda Ramazanda. Ramazandan kim shuni davomlashtirish? Agar Ramazandagi lam kinoxona toppasan, tanzxona toppasan, demak sen yana bu chataq chiqdi. Hatta bu nimani bildirdi desa, ash odamning Ramazonning qabul bo'lmaganligini bildirdi. Xo'sh. Chunki ibodatning qabul bo'lgan bo'lmaganligini qanday bilamiz desa, shuning bir necha alomatlari bor. Bir alomati sening shu ibodatni qilishdagi holating bilan ibodatni qilgandan keyingi holatingda bir o'zgarish bo'ldi. Xo'sh. Buni bilish kerak. Ko'pdan ko'p rahmatni ayt, yaxshi aytib bala, Alloh rozi bo'lsin. Endi shu oxirida so'zlarni oxirida Ramazon musulmonlardan bo'lishdan hazar aylash to'g'risida bir qancha gap bo'ldi. Haqiqatan demasimi, ko'pliganlarimiz bo'libmi yoshlik davrini yashayotganlar Ramazonda ma'lum ibodatlarga berilib, yaxshi ishlarni qilgan bo'lsin, yana Ramazondan keyin borgan sari septin tushib qolgan, yana o'ziniki oldiga qaytib qolgan ishlar ko'p ko'rildi hamda yashanganlardan ko'proq yoshlarda. Bu shu masalani biroz ochsak ham Ramazon musulmonlari. Bu shu Ramazon musulmonlardan bo'lib qolmayli degan gap, Ramazonda nima ish qilamiz? Ramazonda ro'za tutamiz shunday qo'y. Ramazonda Qur'on o'qiymiz. Ramazonda tarovih o'qiymiz. Ramazonda sadaqa fitr beramiz. Xo'sh. Bir qator amallarni qilamiz. Ramazon musulmonlari bo'lmaydi gap. Ramazondan keyin masalan farz ro'za bo'lmasmi? Shavval oyinki, Shavval kelgan 6 kun ro'za bo'ldi. 6 kun ro'za. Dushanba, payshanba kunning ro'zasini Rasululloh tashlamay ro'za tutib kelgan. Haftada 2 kun. Haftada 2 kun. Buni qilsak, buni qilaylik. Masalan, Ramazonda zakotimizni sadaqa fitr berib olsak, Ramazonning sirtida iona sadaqat va albatta. O sadaqatni Alloh subhanahu va taolo. Bu yaxshilikning yo'llari tugmaydi yani. Tugmaydi. Masalan, Ramazonda tarovih o'qiydik. Ramazondan keyin qiyomul layl va tahajjud namozi va masalan Rasul akram sallallohu alayhi va sallam alaykum bi qiyamil layl. Sizlar kech tahajjud namozini o'zingizlarga lozim tutinglar deydi. Chunki fa innahu da'bus solihin qablakum. Chunki kech namoz o'qish burunqi solih kishilarning ishi deydi. Odati deydi. Ya'ni sen bir solih taqvo musulmon deb atilish uchun kech namozni o'qishing kerak deydi. Va maqrabatun ila robbikum deydi. Allohga yaqinlashtiradigan ibodat deydi. Bu tahajjud namozi insonni Allohga yaqinlashtiradigan va mukaffiratun lis-sayyi'at deydi. Gunohlarni butunlay jo'yitadigan va manhatun anil ismi. Seni gunohdan to'sib qoldi kech o'qigan namoz deydi. Va matradatun lid-da'i anil hasad deydi. Ya'ni senda hasadxo'rlikni tug'digan namoz bu kech o'qiydigan namoz. Zaman Peygamber Aleyhisselam bir hadis-i şerifte afdalus salati ba'dal farida qiyamul layl degan. Farz namozdan qipqasına en katta namoz kechsi o'qiladigan namoz degan. Şun Peygamber Aleyhisselam bu tahajjud namozini mayli safarda olsun, mayli oilasida olsun qat'iy tark etmagan. Ya'ni bizningki
nima namoz o'qib qolmaydi, Ramazon musulmon bo'lib qolmaydi deganda buni ko'rsatamiz. Ya'ni yaxshilikning yo'llari, savobning yo'llari, u Ramazon bu oylar, Ramazon degan bir oylam emas. Zakat islom faqat Ramazonda bir, boshqada birg'an ish emas. Namoz desa, davomli mushta oyig'i bor, mushni davomlashtiraylik demoqchi. Shuni maqsad qilmoqchi. Albatta o'zimizningki bu Ramazon xuddi bir uzun safarga chiqmoqchi bo'lgan inson mashinasiga lip-miliq bir moy quyib olgandek, yana bir bekatga berib qo'yish, yana bir Ramazon kelib qo'yish, bizni energiya jihatdan, ruhiy jihatdan kuchlantirish uchun bir bekatda bor bu yerda. Telefonini zaryadlab olgandek. Ha. Rabbim inshaalloh haqiqatan oyning hafta tutgan 2 kunlik ro'za bo'lsin, oyning 13, 14, 15 kunlik tutgan ro'za bo'lsin. Ashlanmasanga bir oy ro'za tutgandek bo'lganlik to'g'ri hadislar bor. Xo'sh, inshaalloh endi mushu Qur'oni Karimda bir oyat bor. Wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Robbingga hattoki sana o'lim kelguncha ibodat qil degan. Buni biroz ochsak. Endi bu shu oldingi savolga munosabatli ekan. Tamam. Biz shu Ramazonda nayati hammamiz endi bir musulmon, uzr billah namoz o'qiydiganlari namoz o'qiydi. Masjid kelmaydiganlari masjid keladi. Kechilari namoz o'qimaydiganlar Ramazonda kechida namoz o'qiydi-ku. Endi bu va'bud robbak hatta ya'tiyakal yaqin degani sening majburiyating. Ta yaqin demaydi o'lim maqsad. Sen o'lim kelgichilik Allohga ibodat qil. Deydi. Ya'ni demak bu insonning yoritilishidagi asosiy maqsad Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish. Endi bu yerdagi ibodatdan faqat Ramazonlar maqsad emas. Ramazon islomdagi 5 farzning 4-chisi. Ya'ni ibodat deganninki eng boshqalarga yo bizning masalan hozir biz Uyg'urlarga nisbatan iymondan qibla qolsa shu vatandagi zulmni yo'qotish, vatandagi tajovuzlarni qo'llab chiqarish bu Alloh eng yaxshi ko'radigan ibodat. Tamam. Bizga Alloh bu oyat orqali aytsa sen ulguchilik Alloh ibodat qil degani, sen zada ulguchilik, haqqoniyat yo'lda man, Alloh farz qilgan ibodatlarni qil, nafl qilgan ibodatlarni kuching yas qil, haromdan jiroqda o'mashna o'z ibodat. Ya'ni ibodat insonning yorilishidagi tub maqsad bu. Anigan ibodatni nurg'un qarindoshlarimiz tor doirada tushirgan. Bu ibodat degani emas, masalan, xuddi namoz o'q, masjid solgandek cho'ng zavod korxona silish ibodat. Masjid solganda qavat oliy maktablarni silish ibodat. Ramazonda masjidda namoz o'qib, taat ibodat qilganda tajriba xonlarni qurib, tajriba qilishning o'zi ibodat. Niyat islom uchun bo'lsa. Islom uchun bo'lsa. Shuning uchun bu hatto sen Robbingga o'lguchilik ibodat qil deganda mushusini tushunishimiz kerak. Ya'ni kulamlashgan zavod, kulamlashgan ishlab chiqarish maydonlari, yezigilik maydonlari, pirmilar, mushning hammasi ibodat. Zavodlar masjidning farqlandirmayman. Zavod qanday masjid qanday Allohga ibodat qiladigan bo'lsa, zavod Allohga shunday ibodat qiladigan. Biz masjidlar ibodat o'rnida devilish xato. Chunki ibodat degan nima degan vaqtida Sayyid Qutb rahmatullohi alayh yer sharni gullantirish deb javob bergan. Ibodatning ma'nosi yer shar. Nima degan gap desa, "Vallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Allah sizlarni tuproqdan yaratdi, yer sharni yaratdi va yer sharni gullantirishni talab qildi dedi. Biz namozlarimiz bilan, iymonlarimiz bilan, zakotlarimiz bilan, ro'zalarimiz bilan, kulamlashgan zavodlarimiz bilan, pirmillarimiz bilan, savdo sanoatlarimiz bilan, harbiy qurollarimiz bilan, muntazam askarlarimiz bilan, yuğan chigir otlagan shirkatlar bilan dunyoni gullantirish mana bu ibodat. Bu yerdagi sen o'lgich Alloh ibodat qil degan mana shuni ko'rsatadi. Bu yerda Ramazondan bo'lmaydi demoqchi. Ammo Allohning beytini, masjidni zavoddan o'xshash. Albatta niyat, yaxshi niyat qilsa hammasi ibodat sanalishida gap yo'q. Bir insonning hatto bu dinimiz oqshimiz berib o'zimizdan bir uftab rohatlanib uxlashimiz chog'liq mushu o'zimizning rohatini chiqaradigan ish. Hattoki ayollik bir munosabatnimi güzel niyet bilan ibodatga aylantirgan dinimiz albatta har qanday bir ishni niyat qilib güzel niyat qilsak ibodat sanishi albatta har qanday bir aqlga ixtilof qilishmaydigan masala bo'lishi mumkin. Ammo endi
masjid Allohning buyutullahi fil ard zimindagi uyları bo'lgan masjidni mesela zavodga o'xshash deb sanab qalsak Mesela öz vaqtida Payg'ambar alayhisalom masjidi nim bo'ldi masjidda. U masjid turib davlat idora qilinadi, qilinmadi. İdare qilindi, ama ismi masjid edi. İsmi masjidda jinoba. İsmi zavodga aytadi. Ama fazilat jihatdan, mahiyat jihatdan o'xshaydi. Ism jihatdan farq qiladi. Mening deginim, bu yerda deginim hamda to'g'ri masjidniki muqaddasligi, ulug'ligi gap yo'q. Ayrim bir narsa bo'lishi kerak. Lekin bizda mushunda on ash zavod ishlaganda men masjid Allohga ibodat qilyapman degan onga kelish kerak. Voy bizlashda gap yo'q, voy mau dunyolik ish. Men masjidga kirib ibodat qilay deb. Unda ish yo'q, dinda unda gap yo'q. Hozir holimiz nima bo'ldi shuningga? Mash ibodat deganni xato tushunib, wa'bud robbaka hatta ya'tikal yaqin degan ibodatni xato tushunib nima bo'ldi? Bu kelgan chapinim mening emas, men ishlatgan mikrofon mening emas. Bütün Müslümanlar bunu ayrım sanışımız kerak. Ya şu muşun nerede yasaldı? Zavod yasalganda? Elbette. Mening bu yerda demoqchi bo'lganim, bu yerda o'xshash. Mesela bir insan, men demoqchi bo'lganim, bir insan mesela Rasulullah masjidda o'qigan namoz bilan jamoat bilan u yerda o'qigan namozdan o'tirsa 27 ta hassi farq bor dedi. Bir insan qopib degan deyamaydi-ki, masjid zavodimda men o'qiyapman. Zavodda o'qigan namozdan u yerda o'qigan namozdan men deganim namozni zavodda o'qimaydi, masjidda o'qiydi. Ammo zavoddagi qilinayotgan ishning zavod qilinayotgan ishlab chiqarish umi ibodat demoqchi. Onun mesele yok. Onun mesele birge. Mening shuni demoqchimdi. Tamam. Haliqi mening deganda bu yerda demoqchi odam kishilar nurg'un odamlar zavod ishlashni, korxona qurishni, tajriba olib berishni hammasi bu dunyolik ishlar bilib olgan odamlar uchun xuddi savob bo'lmaydigandek. Hatta bu televizor masalasini mesela nurg'un insonlar tashviqot masalasiga Qur'oni Karimda vajahid bihim jihadan kabira deydi. Sen bu Qur'on bilan cho'ng jihodni qil deydi. Bu oyat nerede nazil bo'lgan sizlar? Mekkada nazil bo'lgan. Mekkada nazil bo'lgan. Jihad qachon farz bo'lgan? Madinada farz bo'lgan. Shu o'lima qurolliq jihad Madinada farz bo'lgan. Bu yerdagi cho'ng jihad nima bo'lsa, e'lon qilish, dinni tashviq qilish degan. Bu tashviqot. Kim haqni so'zlasa, u din. Kim haqni gap qilsa, kafirlarning abtibashasini ep tashlasa, kafir zolimlarga, ya'ni kafirdan maqsad zolim kafirlarning qarish turish uchun tashviqot qilsa, demak u da'vat qildi degan gap. Shuning uchun haliqi bizningki masjidlar qilgan ibodatlarimizning savob bo'lgandek, zavod qilgan ishlarimiz bu inshaalloh musulmonlarning gulinishi, musulmonlarning izzat obro'yi, musulmonlar o'zining ehtiyojini o'zi ishlab chiqarish niyati bilan qilinsa, zavod, masjid hammasi ibodat qilgan o'rin demakchi. Albatta, zaminning hammasini Robbim bizga uchun ibodat qildigan bu kangri zaminda har sohadagi inson o'zining sohasida turib Allah'ın dinine hizmet qilgan müddetçe ibadet sanıldıganlığı gap yok. Ama Beytullah Allah'ın öyleri yine özününki mukaddeslik nimesi var. Mukaddeslik nimesi de ayrım bir itibarga eline gerek inşallah. Hoş hem de mesela nurgullarımız hem de maşa roza Ramazan çıkıp ketkendeyken Peygamber Aleyhisselam'dan bu roza doğruluk bergen hoş bişaretleri Allah'ın bergen verdiği asasen ama iş tüygendek oylap kaldığan işler oldu bu şu bir insanın ki rozasının kabul kılınıp aşıyor Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi bişaret bilgen mağfiret kılınıp Allah'ın katarıdın boğallığını o insan kaysi alametler bilen bilaleydi. Amda bu şu ibadatning buluş meselesi nurg'ullarimiz g'aflat qilgan masala. Ibodat qilib oldik-ku deblam, xo'shal ketimiz. Şu bu ibodat qabul bo'ldimi, bu bak hammamiz g'am qilgan masala. Shuning uchun bu şu ibodatningki men qarindoshlarimga tavsiya qilaman. Ramazonni tövbe istig'for bilan tamomlash kerak. Nimishqa desa, amda masalan qancha ibodat qilsak shu payg'ambarlarda qilamiz amda. Şundaqo. Adem Aleyhisselam dedi: "Rabbana zalamna anfusana ve illam taghfir lana ve tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ey Allah, men o'zimga zulm qilgan insonga men xatolashdim degan gap. Mana ibodat qilish jarayonida xatolashimiz endi. Xo'sh. Ibodatni rasmiy o'lchamda qilishmi oson gap emas. Şu mesela adil kallam keldi. Bir insan Allah'ın hikmetinden ulug'ligiga qarab, mesela bir insan yani normalde aklimizden oylasak
bir günahni bir xato ishni ishlab qo'ysak, ondan keyin astag'firulloh Allohga ey Alloh, men sendan mag'firat talab qilman, meni kechirgin deb tilaymiz qo'yamdi. Ya'ni dinimizdagi eng muhim narsa bo'lgan namoz o'qib bo'lgan bir mu'min har kuni namoz o'qiymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum deb qo'yarkan, astag'firulloh taala min kulli dam bor. Siz salom berib bo'lman, alhamdulillah demay, mantiq bo'yicha bo'lganda bir ibodatni ado qilib oldim, alhamdulillah deb shukr etishning o'rniga meni kechirgin deb astag'firulloh, xuddi bir gunoh ishlab ondan keyin salom bergandeklam. Bu degan gap siz degandek shu, ya'ni ibodat qilgan bo'lsakmi, bir yaxshilik qilgan bo'lsakmi, buni to'g'ri qila oldikmi, qilolmadikmi? Mu'minning qanchalik Allohning oldida kamtar bo'lishi, o'zini to'van ko'rish kerak ekanligini aslida o'sha ibodatimizmi? Shuni mu'min degan kim u desa, umid bilan qo'rqish ichida yashaydi deydi. %50. Bir tarafdan qo'rqib turdi, bir tarafdan Allohning rahmatidan. Masalan, Musa alayhisalom, Robbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ey Alloh, men o'zimga zulm qildim, ya'ni gunoh o'tkazib qo'ydim, meni kechir degan gapchi. Masalan, Ibrohim alayhisalom, vallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yawmiddin. Meningki tamo qilgan ishim hisob kunsi Allohning meningki xatoligimni kechirishi deydi. Shuning uchun bu payg'ambarlarning hammasi mushta degan, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam degan. Endi birinchi qildigan ishimiz biz ibodatni qilib qo'ydik-ku, bo'ldi-ku, qanday bo'lmasin 30 kun Ramazon tutadi emas. Mushu Ramazon tutish jarayonidagi kamchiligim, o'tkazib qo'ygan xatoligim, mush ibodatni Allohning ulug'i loyiq ravishda qilolmaganligimni kechirayotgan ya Alloh deb tavba istig'for etish pek muhim. Endi bu amallarningki qabul bo'lish bo'lmasligi hammamiz bilamiz, bir amalning qabul bo'lishi birinchisi niyat xolis bo'lish. Niyat xolis degani nima degan gap? Mush qilgan ishimizningki faqat Alloh rizoligi uchun bo'lishi, %100 Alloh rizoligi uchun bo'lish kerak. 99% Alloh rizoligicha 1% ga yoki undoq yoki mandaq g'araz aralashib qolsa, bu amalni Alloh qabul qilmaydi. İkincisi bu amel Kur'an hadisinin ruhiga uygun buluş gerek. Bunda deganligimiz o tarafdan ibadetten beni keşif qilsak bo'lmaydi. Çünkü ibadetni qanday ibadet qilishni Allohning payg'ambari bizni o'rgatib qo'ygan. İbadet keşfiyat yok. Ma dünyada nimani keşif qilsan keşif qil. Belki Allohning bir sifati var, el-badi' deydigan. Nima? Yani keşf el-xaliq, yo'q yerdan yaratuvchi deb. Allah keşif qilganlarni yaxshi ko'radi. Çünkü Allah o'zi keşif qiluvchi. Amma ibadetda keşif qilish qat'iy bo'lmaydi. Bir narsani paydo qilish qat'iy bo'lmaydi. Ming yaxshilab o'ylab olsan, Qur'on hadisda tilga ilingan ibodat bo'lish kerak. Mush ikki shart topilgan ibodat qabul bo'ladi. Endi salaf solihlarimiz abiyasil bir deb o'tla 5 oyna 6 oy ey Alloh bizni Ramazonga yetkazsang deb duo qildi. Nima uchunsa Ramazonning ulug'ligidan. Ramazonni tugatgandan keyin 6 oy ya Alloh mash Ramazonda qilgan ibodatimni qabul qil deb duo qiladi. Demek bu şununla Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ deydi. Ular özlerine birilgenlerini birudu deydi. Yani Allah began pul malını sarf kıldı وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً deydi. Kalpler olsa gal titirgen deydi. Kalpler titirgen alatta Allah beganı birudu deydi. Nime için titireydi olsa Allah kabul kılamı deydi. Ama siz mesela anati yaxshi ko'rgan bir odamlar bo'lib qolsa, uningga bir hadiya bermoqchi. Sizning hadiya elishlari sizga nisbatan eng xo'shallik ish. Ammo ash odamga yoritib, ash odam yaxshi ko'rdak hadiya elish sizning uchun g'amlar bo'ldi deyman. Nima uchun emasmi? Nima olsam ko'ngli bo'ldi deb ichilib bir yara deb. Shuna o'xshash bu ibodatninki qabul bo'lishi chuqum odamninki g'am basilgan bir masala. Shuni Abu Talib Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhu sizlar amalga qanchalik ko'ngil bo'lsanglar, shu amalinglarning qabul bo'lishiga ham shunda ko'ngil bo'linglar dedi. Chunki Alloh subhanahu va taolo innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Mahiyette Allah subhanahu wa ta'ala fakat takvadarlarının amelini kabul kıldı dedi. Kabul kılış meselesi acayip meselem. Ben deyman bir insanın muş dünyada bir amel kabul bolup kalsa şu amelden Allah'ın aldığı kutul demdi. Şu amel bilen bir neçe amel kabul bolup kalsa. Şunun için kabul buluşunu tilaş bu en muhim mesele.
Endi mush qubul bo'lganlikninki alomatlarini deyli. Masalan, mush amalim qubul bo'lganmidi, qubul bo'lmasa, birinchisi yaxshilikdan keyin yaxshilik qilish deydi ularimiz. Mush Ramazondan keyin Ramazonda yaxshilik qildikmi? Ro'za tutdik, tarovih o'qidik, sadaqa bitirdik, og'zimizni yomon gapdan saqladik, qo'limizni yomon harakatdan saqladik, bir odam bilan urushmadik, g'aybat qilmadik, shikoyat qilmadik. Buning hammasi yaxshimi, yaxshi emasmi? Mush ishning davomlashishi deydi. Ya'ni al-hasanatu ba'da al-hasana deydi. Sizning Ramazonda qilgan yaxshi amallaringiz shuni davom qilishi deydi. Chunki sening yaxshi amalingning davom qilishi sening amalingning Allohning dargohida qabul bo'lganligini va sendan Allohning rozi bo'lganligining alomati deydi. Chunki rozi bo'lmasa, o amalni Alloh sen davom qilishga sen muvaffaq qilmaydi deydi. Chunki har qanday bir yaxshini Alloh muvaffaq qilmas, biz qila olmaymiz. Chunki siz nurg'un yaxshini o'ylaylar, sizmi o'ylaylar, men o'ylayman shunami? O'ylagan yaxshimizni qanchalik qila olamiz? 100dan 1ni yoki 2ni qila olamiz. Chunki mushni Alloh muvaffaq qildi, muvaffaq qilmadi bizni. Tamam? Ikkinchisi, mana Ramazondan keyin deydi. Ramazondan keyin bir taat ibodatning huzurini his qilish deydi. Qalbingda bunday bir oy ro'za tutib, qalbingda shu islomga, iymon bilan bo'lgan, ya'ni Alloh bilan bo'lgan aloqangda qalbingda bir yo'riqlik paydo bo'lishi deydi. O'zingni xuddi Allohga yaqinlashganday bir his qilish tuyg'usi deydi. Bumi amalninki qabul bo'lganligi deydi. Chunki nima uchun davul bo'lsa, payg'ambar alayhisalom mu'min deydi. Savoblik ishlari mu'minni xushal qildi, gunoh ishlab qolsa qalbiga g'amkin bosadi deydi. Adaki mu'min emas-ku. Savoblik ish qilsa shikoyat qilib, shu patatan qilib, minnat qilib, yomon ish qilsa o'ziga bana tepib, voy men asli qilmaydi, asli mandaq deb, o'ziga yuqlan sababini ko'rsatib mandaq qildi. Mu'min bu qolsa shu bir savoblik ishni qilsa ko'ngli xush bo'ldi deydi. Bir savoblik ishni qilmay qolsa yoki bir yomon ishni qilib qolsa qalbi g'am bosadi. Mana bu amalning qabul bo'lgani. Uchinchisi shu tavba qilish deydi. Men abiya dedim ya. Shu tövbe qila olsa, shu tövbe qilganlikmi Alloh subhanahu va taolaning amali. Chunki nima ish qilsa, bu tövbe qilish Alloh bir inson tövbe qila olsa deydi. Allohning bu insonni eng yaxshi ko'rganligini bildirdi deydi. Chunki bir insonni o'lib ketishdan burun og'izni tövbega akilalishi Allohning o insonni ajoyib yaxshi ko'rganligi va insonga bergan Allohning mukofoti. Qur'on oyatdan baqo innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Alloh tövbe qilishni yaxshi ko'radi. Shuningga bir gap bor. Bir tövbe qilgan, bir gunoh qilib tövbe qilgan inson gunoh qilmay tövbe qilmagan insondan suyumlik deydi. Gunoh qilib, haqiqiy tövbe qilib Allohga yig'lab, Allohning busug'isiga ingaklarni surkigan musulmon tövbe qilmay, gunohni o'tkazmay, tövbe qilmay, ha deb akan qarg'ay deb turgan musulmondan afzal deydi. Tamam. Beshinchisi yoki mush amalim qabul bo'lmaganmidi deb mushundaq bir xil iztirob chiqishi, ansirishi amalning qabul bo'lganligini bildiradi deydi. Undan keyingi alomati ham shundan to'xtaylik. Mush odamning deydi. Mushu Allohning diniga va musulmonlarga bo'lgan muhabbati oshdimi yoki kamladimi? Diniga bo'lgan muhabbat qanday bo'ldi? Mana bir oylarimiz qanday ekan? Allohga bo'lgan muhabbati-chi? Allohning diniga bo'lgan, musulmonlarga bo'lgan muhabbati bir o'zgarish bormi yo'qmi deydi. Chunki bu al-vala val bara degan shu-chi. Al-vala degan gap, ya'ni Allohga, musulmonlarga, dinga sodiq bo'lishni ko'rsatadi. Bir oy Ramazon tutib, senda mana shu diningga, islomingga, musulmonlarga bo'lgan sadoqatni ochmadimi? Mush orqali amalning qabul bo'lgan bo'lmaganligini bildirgan bo'lsa deb. Buniki eng xatarli bir qismini abiya dedim. Ya'ni amalning qabul bo'lgan bo'lmaganligining yana bir eng cho'ng alomatlaridan birisi, sen mush bir oy Ramazon tutishdan burunqi ahvoling bilan bir oy Ramazon tutganki keyingi ahvolingni qo'ling ep qo'yib turib selishtirib baqtaydi.
o'xshashib qolsa seni amaling chataq, o'zgarish bo'lsa, sal ma'quling, sal ig'irlashgan bo'lsa, amaling qabul bo'lgan bo'ldi. Hakikaten Rabbim inşallah şu güzel, baxtli umidlardan qilsin. Ahirda sözlerde şu günah qilmay, hem tövbe qilmay, mag'rurlanib qolgan insonning xatarlik ekanligini tilganlar. Dalmishada hem inson nurg'un yaxshilarni qildi Ramazonda, nurg'un xayr saxovat ishlarini qildi. Bu shu qilgan ishlarida menda o'zidan ajablanib ba'zilar. İnsan bu sütülen düşüp kalmayı değil olmaydı hem de. Doğru. Acaba nurgun işte kuvvetlem olmadı. Özüge temenni koyduğun, acablanıp kaldığın, özünü çoğun görüp kaldığın, bunda bir hissiyat hikayep kaldığın işler var. Bu bak yaxshi ish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbide zerreçilik, kibirlik bir adam cennet girmeydi o degan. Bu belki yaxshi iş değil. Bu yaman iş mi, yaxshi mi? Qasi. Bu belki yaxshi iş. Mesela hazır degan savollar yaxshi demek. Savollar bak yaxshi olur. Nima ish qilsa bütün amallarni yo'q qiladigan amal mash kibirlik. Bütün hamma yani özünü bir narsa çağlab qilish. Bir narsani chaqlab qilish yoki o'zini boshqalardan afzal o'ylab qilish. O'zi afzal o'ylab qilish. Hatto men deyman-ku, bunda qarab beqib, yo, mening qilgan chaqda men tuzuk musulmon ka desam bo'lmaydi. Nima ish qilsa desa, sen bu ko'rganga hukm qilsa. Ama onun Allah bilan onun Allah bilan qanday aloqasi va ishqasimiz bilmaymiz. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qalbida zarrachilik kibr bor odam jannatga kirmaydi dedi. Ana bir oy ro'zani tutib olib, bizga bir oy ro'zani tutib qo'ydik. Ya unda ro'z tutmalığa yoki bunda ba'zidan qarab deb mundaq qilish baqi. Fayz o'tkazmoqchiman bir avvaldan. Qanday qilishimiz kerak? Ro'z tutgan bo'lsak, ya Allah, meni mana shu ro'zamni qabul qilma deb. Ro'z tutmaganlarni ko'rsak, balkim mushning ro'z tutmaslik biroz sababi bordir. Yoki mush qarindishim dinni tushunmagandir. Yoki deb, yoki bo'lsa, ey Allah, mush qarindishimni bir hidoyat qilsang deb duo qilish. Ammo unda qarab, ma'ning mushni qilib men jannatga kirmanjimi? Yoki ma o jannatga kirib qolsa bizmi kirimizjimi? Mush kirgan yadijimi? deb menda bir mag'rurlanib qilish bu xatarlik yana. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mi وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ deydi. Qilgan ishingni ko'p sanab minnat qilma. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ إِسْلَامَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ deydi. Ey Muhammed, ular sizning o'zlaringiz musulmon deb sana minnat qildi va islom kirdik, musulmon bo'ldik, uni qo'llab. Balki Alloh sana minnat qildiki, Alloh seni shu islomga akirib qo'ydi deydi. Sen kirib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo hidoyat qilib. Sen nimang bo'tsa. Shuning uchun shu Ramazonda mush ishdan, shuning Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bir oyat bor. Bu oyatda nima deydi deslar? Va badalahum minallohi ma lam yakunu yahtasibun deydi. Ular o'ylab paxmagan ishlari qiyomat kunida oshkor bo'ldi deydi. Ma lam yakunu yahtasibun. Ular qat'iy o'ylab baxmagan bir ishlar oshkor bo'ldi degan oyatga o'limalar mushu riyoxurlik, o'ziga tamanno qo'yish yoki nifoqlik, munofiqlik degan. Bu inson bilmaydigan ishlar deydi. Inson o'zidan faxrlanish, o'zini hadis sharifda nima deydi? Salasa muhlikat deydi. 3 narsa va insonni butunlay yo'qotadigan, halok qiladigan deydi. Şunda i'jabu kullu zi ra'in bi ray. Hammadam akan qarg'ay mening rost deb deydi. Shuning uchun bu bir oy Ramazonni tutib olib yoki bir qilib men andaq qilib faxrlanishga, takabbur qilishga bo'lmaydi. Bu vaqt so'zlab qolsak natija hadislar bor. Balki gunohkor jannatga ketib degandan birisi do'zaxga kirib qolgan nurg'un vaqaliklar bor. Onu so'zlasak uzr olib keldi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizni kibrdan, manmanchilikdan ve menlik hevesinden. Vay men deydigan öz mebtulluq kesilden. Allah subhanahu wa ta'ala sağolsun. Bu bek ig'ir kesel. Belki men en Allah'ın aciz kulu, men en Allah'a yaxshi ibodat qilgan bir bechara, men en bir musulmonlar uchun xizmat qilayotgan bir bechara, men tirishay deb, ya'ni boshqalarni, Payg'ambar sallallohu bir hadisi var. Bir odamni past ko'rishing sana yit boshlagan jinoyat dedi. Kefa bil mar'i ismen ay yuhaqqira akhah dedi. Bir qarindishni past ko'rish bu insonga yetib ish bag'idagi jinoyat dedi.
Allah bir her bir Müslümanı bundan saklasın. Bayımız oldu, akıllılığımız oldu, hayatımızı utuq kazangan oldu. Senin muşunun hemmesi Allah'ın belgini. O senin gumpan arkalı boğan iş emas. Olsun nurgun ilim, akıllık kemiğanlar var. Şuna koy. Tamam. Allah belgeler bu Allah'ın nimeti edip bu arkalık bendelerge yoğançılık kılışka. Meyli taat, ibadet olsun, pul mal olsun, yüz abroy olsun, ilim, marifet olsun. Onun olan Allah'ın bendelerge çoğun çalışıp katı bulmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala aldı öden beni, bütün Müslümanlarını bundan saklasın. Amin. Köptün köp rahmet. Allah razı olsun. Bugünkü programımızın inşallah ahırlaştı. İnşallah ayette Rabbim ömür verse ahirki sahnemiz bilen ikram alıp kelimiz. Köptün köp rahmet. Kadirlik körülmelerimiz şuna kılıp Ramazan'dan keyin şu degan mavzuluq. Bugünkü programımız ama ahire keldik. Hakikaten sözlep ötülgenler bir-birinden muhim. Davamlıq isimizni saqlashimiz kerak bo'lgan masalalar so'zlandi. Inshaalloh buning ruhiga uyg'un shaklda yashab, eng oxirida so'zlangan bu shaytonni hatto mal'un qilayotgan shu shaytonman men deganligi uchun men yaxshitim Odam alayhissalomdan ana xayrun minhu deganligi uchun Allohning rahmatidan qo'g'landi bo'lib ta qiyomatgacha la'natlandi va insonlarni ozdirib menotdi. Demak, menlik, men deyish, o'zidan ajablanish, o'zining qilayotgan ishini cho'ng bilish, cho'ng bilib qilish, bularning hammasi ajoyib xatarlik narsa ekanligi so'zlandi. Güzel bir ibodat iyi bo'lgan bu oydan chiqib, nurg'un yaxshiliklarni qilib olgan bo'lishimiz mumkin. Har birimiz o'zimizga tushliq. Ammo hech birini, ya'ni Rabbimning oldida, buyuk bir Allohning oldida men hech nima ish qilolmadim ya Rabbi. Sana layık bir iş kılamadım deb kamtarlik bilan Allohga bo'yin egadigan majburiyatda biz qadrli qarindoshlar. Rabbim bu tuyg'u bilan amallarimizni Rabbimga yo'llash, Rabbimning dargohiga avatish tuyg'usida qilsin, shuurida qilsin bizning hammamizni va amallarimizning hammasini o'z dargohida maqbul amallardan qilsin. İnşallah ata kecha ömür bersa Rabbim ata eng oxirgi programmamiz bilan ekranlarda bo'lamiz. Sizlar bilan xo'shlashimiz, albatta oxir xo'shlashimiz bo'lmaydi albatta. Bundan keyin yana pat-pat programmalar bo'lib turamiz. Bu muborak güzel oy chiqib ketgan bo'ldi hamda atidan keyin. Ati ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Kullul qulub ila al-habib tamilu ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل